Assalamu alaykum. Hammaga xayrli kun. Yaxshimisizlar? Sochlarimiz o'tirmayapti. Eleştirmedinsizlar. Quyosh tushishini tutdi bu. Quyosh hozir yaxshiroq ekan. Ujin vaqti hozir. Biz yine çay içib oturibmiz. Bizlar ko'chada hozir giryapırlar. Xohlasa. Akşam video koyulmadım. Bilasizlar, oila, ish, baribir vaqt topish qiyin. Shunga yine bir video ko'yaman. Uyning ishlari, ubорка, kir, ubорка time etamiz hozir. Choy ichib bergandan keyin Xudo xohlasa. Sizlarga nima qo'yganim ma'qul, shuni aytinglar. Yine bilasizlar, bolalar isi chiqqan sayin uyda o'tirasizlar kelmaydi. Ana keyin bize bizlarimiz uylanishi bilan ovora bo'lib, och vaqti keladilar, qarinni o'tirib ketadilar. Shunda vaqt o'tadi. Shunga men uyni ubорка etdim, gullarimni tozaladim. Endi hozir Xudo xolasa choyimni ichamandan keyin yana ishlar bilan shug'ullanamiz. Qizlar sizlardan shundaymi? Uyni ish siraya da bo'lmaydi axir. Ovqat pishirsang. Uylar bulaşadi, uylanishini aytsang. Kirlar ko'radi, kirlarni bosish kerak. Shunda deb biza bechoralarni kunimiz o'tadi. Lekin aryanda yurgan erkeklarimiz o'ylaydi, ey bular uyda izzatib yotibdi. Deyarni yeb ichib. Yine deyarni yeb ichasan ağa. Kallasi shamollab ishlagan yaxshi vaqtdandir. Baribir doğru bolalarimiz bilan yurganimiz yaxshi, hech kim yomon deb turgani yo'q. Lekin baribir ayol kishining kallasi charchaydi. Chegarasi bor. Hiç bo'lmasa yilda bir marta dam olisha yuboringlar erkaklar. Ayolimiz qarib qolmasin, yosh yursin, chiroyli yonimda desangizlar, yilda bir marta ayollarni o'ylab turish kerak. Pul bo'lib o'lgay, qo'lni kiri, pul kul topiladi, lekin xotinning yoshligi topilmaydi. Xotinning qarigandan keyin bir yeri mayib bo'ladi. Ish ayamiz shundan yuraveramiz. Keyin erkakka yoqmay boshlaymiz. Kasal ekan. Bir og'riq deb. Birisini aytsak, ikkisini aytamiz. Shunda yuraveramiz. Shuning uchun shunga shukr etgan holda, o'zlarimiz uyda o'tirgan holda pul topishni o'rganishimiz kerak. Halol daromad.